Assalomu alaykum. Bugungi videomizda siz bilan bulutli texnologiyalar orqali fayllarni qayerda va qanday saqlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Hayotingizni yengillashtiradigan eng yaxshi 5 ta bulutli saqlash xizmatlarini tanishtiramiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. O'tgan darsda biz ko'rganimizdek Google Drive, ya'ni Google tomonidan ishlab chiqarilgan Google Drive mahsulotini ishlatib ko'rdik. Unda folder yaratdik, o'zimizning Google Doc faylimizni yaratdik va hokazo shu kabi jarayonlar. Google Drive eng mashhur va qulay xizmatlardan biri. Har bir foydalanuvchiga 15 GB bepul joy taqdim etiladi. Siz hujjat, rasm, video, PDF va boshqa fayllarni yuklab saqlashingiz va istalgan joyda kirishingiz mumkin. Bundan tashqari Google Docs, Sheets va Slides bilan integratsiyalashgan. Office fayllari ustida onlayn jamoaviy ishlash imkoniyatlari mavjud. Tavsiya etiladi kimlarga? Talabalar, o'qituvchilar va kichik jamoalar uchun juda mos hisoblanadi. Hop, keyingisi Dropbox. Keling, uni qidirib ko'ramiz. Dropbox. Biz o'sha Dropboxni dropbox.com. Biz ushbu saytdan ro'yxatdan o'tishimiz orqali bizga sodda va tezkor xizmat taqdim etadi. U orqali siz fayllarni tezda yuklashingiz, boshqa foydalanuvchilar bilan bo'lishishingiz va hatto link orqali yuborishingiz ham mumkin. Agar siz bepul versiyadan foydalanadigan bo'lsangiz, 2 GB joy mavjud. Kichik fayllar uchun yetarli hisoblanadi. Kimlar uchun tavsiya etadi? Tezkor fayl almashinuvi va kerak bo'lgan foydalanuvchilar uchun juda ham mos hisoblanadi. Keyingisi esa hammamiz foydalanadigan o'sha Microsoftning OneDrive produkti. Ushbu yerda siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, o'zingizga kerakli bo'lgan folderlar, fayllar va hokazo shu kabi ma'lumotlarni yaratishingiz mumkin. Microsoft OneDrive bulutli saqlash xizmati bizga 5 GB gacha joy taqdim etadi. Va yana Apple'ni iCloud mavjud, Mega.NS va hokazo shu kabi ko'plab bulutli xizmatni taqdim etuvchi platformalar mavjud. Albatta, sizni barchasi sizni ehtiyojingiz va talablaringizga kelib chiqib tanlov qilishingiz mumkin.